Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Farg'ona tumani Chimyon qishlog'i Do'stlik MFI qishlog'iga kelgan edik. Bir akamizga 38 sotik issiqxonalariga Zetta navli urug'imizni bergan edik va bugun xudo xolasa birinchi uzish jarayonlariga kelibmiz. Va akamiz o'zidan bir qator shu urug'larimiz haqida qisqacha ma'lumot olamiz. Aka, assalomu alaykum. Dehqonchilarga Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa yaxshi chiroyli bo'libdi. Nima deysiz mana shu bergan urug'larimizdan? Yaxshi, xudo xolasa har yilgidan o'sha 7 yil 8 yildan beri o'zlaring bergan biz bilan ishlab kelyapsizlar. Narsalar bilan ishlaymiz. Urug'larni ham o'zlaringdan olamiz. Har yilgidan yaxshi. Har yilgidan xudo xolasa Alloh barakasini bersin. O'ylaganimizdan ziyoda bo'lyapti. Bir kecha ilgari kun uzibsizlar, endi hozir bu ikkinchi terim ekan. Ikkinchi terim ekan. Endi hozir hurmatli dehqonlar ikkinchi terimiga kelibmiz, bir qator uzishyapti. Nechinchi oy ekkan edingiz? Martda 13-larda ekkandi. Martda 13-larda ekkandi. Nechinchisida uzdingiz? Aprelda 15'larda uzdiydi. Bu degani 32 kunda uzibsiz. Bu navimiz o'sha chiligi hisoblanadi. Zetta F1 navimiz o'sha 11-12 martda sovuq iqlimini hisobiga bir 3-4 kun kechikishibdi. Bu tabiiy hol. Albatta hurmatli dehqonlar, mana dehqonlarimiz o'zidan bir qator nimasini tavsiyamizni oldik. Endi bu urug'imizni haqida o'zingiz plus minus tomonlarini ham bir qator yaxshi, hosildorligi yaxshi, har taraflama bizga kasalliklarga undan xudo xolasa o'sha o'g'itlarni ham o'zimiz tavsiya qilib bergan o'g'itlarimizdan berib, mana shunaqangi qilib xudo xolasa yetishdi. Buni yana yaxshi afzallik tomoni, hurmatli dehqonlar, bunday bir qator ko'rsaling, baklarida bir g'ubor, bir kasallik, o'sha perinasporoz dehqonlar tilida qizil desam deyiladi. Undaqangi bir kasallik, bir nuqson alomati yo'q. Ko'chatlari juda qop-qora bo'lib, chiroyli baquvvat bo'libdi. Dehqonga rahmat, shunchalik yetishtirib shu darajaga keltirganiga. Albatta biz o'sha bergan dehqonlarga bergan urug'larimizni shunaqangi chiroyli qilib yetishtirib hosilini olsa, biz albatta o'sha dehqonlardan xursand bo'lamiz. Katta rahmat sizga ham katta. Xudo xolasa bundan bag'iga ham ishlayveramiz. Bundan keyingi o'sha kuz mavsumiga ham agar ekamansiz, hurmatli dehqonlar, bu o'sha o'tgan yili biz kuz mavsumiga ham sinalgan urug'lardan bu ZTF1 navi cho'radi. O'sha kuz mavsumiga iyunda oxiri, avgust, sentyabr oylariga eksangiz bo'laveradigan ZTF1 navimiz. Hurmatli dehqonlar, bugungi videolarimiz shulardan edi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Rahmat sizga, dehqonlarga. Rahmat o'zlaringga.